Kecha Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ko'rilgan kiberjinoyatchilik, giyohvandlik va uyushgan jinoyatchilik masalalari bugun nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning ko'plab mamlakatlarida dolzarb muammoga aylangan masalalar. Qolaversa, bular davlat va jamiyat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid qilishi bilan yanada xavfli hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining kiberjinoyatchilik, narkojinoyatlar, uyushgan jinoyatchilik va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida bildirgan tanqidlari tizimdagi jiddiy kamchiliklarni ochiq ko'rsatib berdi. Jumladan, o'tgan yili poytaxtda kiberjinoyatlar soni 16 mingdan oshib, fuqarolarga qariyb 2 trillion so'm moddiy zarar yetkazilgani, biroq fosh etish darajasi 8% ga ham yetmagani bu yo'nalishda tizimli islohotlar va keskin choralar zarurligini ko'rsatishi, jinoyatlar bank tizimidagi bo'shliqlar, aholining ishonuvchanligi va raqamli savodxonlikning yetarli emasligidan foydalanayotgani qayd etib o'tildi. Shuningdek, birgina o'tgan yilda poytaxtning o'zida 4 mingdan ortiq narkojinoyat qayd etilgani, 112 ta uyushgan jinoiy guruh tomonidan 1300 dan ziyod jinoyat sodir etilgani jamiyat xavfsizligi uchun jiddiy tahdiddir. Ayniqsa, ayrim aybdor shaxslarning jazoni to'liq o'tamasdan ozodlikka chiqishi natijasida takroriy jinoyatlarning keskin ko'paygani kecha ko'rib chiqilgan masalalarning qay darajada xavfli va dolzarb ekanligiga yaqqol misoldir. Va bu masalada faqat ijroga tayanish yetarli emasligini ko'rsatadi. Bunday illatlarga qarshi kurashish borasida qonunchilikni takomillashtirish, jazoning muqarrarligini ta'minlash, kiber xavfsizlikni kuchaytirish hamda bank va moliya tizimidagi himoya mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zarurati ham mavjudligini anglatadi.